Zebo yaxshimisiz? Qiynalmayapsizmi? Sinimiz Zebo Toshkent shahridan keldilar. Trigeminalniy nevralgiya bilan, ya'ni uch shoxli nerv nevralgiyasi bilan. Rans usuli bilan davolayapmiz. Oxirgi protseduralari biroz og'riqli, ammo chidasa bo'ladigan darajada. Qiynalmayapsizmi? Qachondan beri bezovta qilasiz uch shoxli nevralgiya? 6 yildan beri. Qanaqa muolajalar qildingiz? Hamma narsa oldim, lazer oldim, ozon oldim. Keyin apiterapiyasi chaqtirdim. Davolandim, lecheniya oldim. Qilmagan so'm qolmadi. Ясно, молодец. Так, uch shoxli nevralgiyani davolash usullari juda kam, bor yo'g'i 4 tagina effekt beradiganlari. Ammo u hamma o'sha anaqa ham davo muolajalari o'sha uch shoxli nevralgiya, ya'ni uch shoxli tomir innervatsiya qiladigan mushaklarni o'ldirish bilan shug'ullanadi. U keyin masalan odam tirik, nafas olyapti, ovqatlanyapti, u qon aylanyapti yuzda, o'sha o'ldirilgan mushaklar bir kun tiriladi, ya'ni jonlanadi, og'riq davom etadi. Bu usul bu usul boshimizdagi 12 para qon tomirining ikkitasi mana shu yelka mushaklarimizga tushgan, bu juda kindikkacha boradi. Bu o'sha boyagi 12 para qon tomirining ikkitasi tushgan tomirlar, bulujlashman dabavish, mana shu mushaklar bilan doimiy kontaktdaman, trapesiya mushaklari bular. Hozir mana qilinayotgan ukol og'riqli, o'sha og'riqli signalni boya ikkala tomir olib kiradi, neyronlarni faollashtiradi, aktivlashtiradi. Faollashgan neyronlar neyroplastichность yaxshilangandan keyin tanani o'sha patologiya, o'sha muammoli joyini o'zi davolab tiklab oladi. Ya'ni mushaklarni tiklaydi. Biz naborot o'sha uch shoxli nevralgiyani innervatsiya qilayotgan mushaklarni o'ldirish emas, naborot tiklash bilan shug'ullanamiz. Ya'ni Rans metodi shunaqa metod. Xudo xolasa oxirgi protsedurani qilamiz. Yengillik bormi? Ha, ancha bor. Ancha bor. Ovqatlanishlaringiz salbiy amallar bo'lib qoldimi? Ko'z tegmasdan Alloh shifo bersin. Hali bu protsedura masalan qilingandan keyin 10 ta protsedura bir kurs. 21 kun переработка bo'ladi. Keyin puls berishi boshlaydi. Yana ham tiklanish boshlanadi, ya'ni Xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz. Keyin bu hozir qilinayotgan inyeksiyalar ko'pchilik har bitta videoda aytib o'tishga majbur bo'laman. Ko'pchilik bu inyeksiyani ichida blokadami, nima bor, qanaqa preparat yuborasiz deydi. Sir emas, preparat 9% fizrastvor, tanamizdagi tuz 9% bo'lgani uchun tana uchun tabiiy hisoblanadi. Vada для inyeksiy, uni ichsa ham bo'ladi, ukol qilsa ham bo'ladi. Ozgina miqdorda sterillangan gajugani zahri. Mana mana shu eng og'riqli joylar. Bu joyda 5 parani neyro anaqada yadrolari joylashgan. Shuning uchun ham bo'yin mushagi eng ingichka, eng baquvvat mushak. Ukol qilinayotganda ham og'riq beradi. Keyin qilingan rastvor yoyilishi ham nisbatan qiyinroq qolgan mushaklarga qaraganda. Zebo, bizdan rozimisiz? Roziman, rahmat. Alloh shifo bersin seni ham. Yaxshi bo'lib keting.